Sual. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Chumulini yeyish halalmi? Bu savolni so'rashdagi maqsad mening bir do'stimning chachi tushib ketib, aypanbash bo'lib qolgandi. Bir tevib qora chumuli yesangiz chach o'ndiradi debdikan. U do'stim qora chumulini 5-6 oy yebdikan, rastilla chach o'ndi. Men bu to'g'rida halalmi, harammi shaklanib qoldim. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Hasharotlarni yeyish masalasida olimlarning ikki xil qarashi bor. Ko'pchilik olimlarning qarashida barliq hasharotlarni yeyish harom. Hasharotlar ichidan faqatla chekatgina ayrim hadis kelganligi uchun halol deb bilgan. Maliki mazhabga vakillik qiladigan qarashda barliq hasharotlar halol. Harom deganlar asoslangani chunki bundaq narsalardan sog'lom tabiat yerganida. Uni maynat deb qaraydi. Haqda ala aytadi. Ularga pak narsalarni halol qiladi, nopak narsalarni harom qiladi. Yana olimlar mundaq bir qoida yakunlab chiqqan. O'ltirib o'tishga buyurgan har qanday narsani yeyish harom. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qilib aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam chumula, asallarisi, o'pib va g'urulay qatorliq 4 xil jonliqni o'ltirishdan to'sqan. Imom Bayhaqi bu hadisda ismi aytilgan hayvonlarni o'ltirishning haromligi chiqadi. Chunki halol bo'lgan bo'lsa o'ltirishdan to'smagan bo'ladi deydi. Endi chumulini yeyishni ko'pchilik olimlarning qarashi bo'yicha harom deb qarasak, uning bilan davolanish masalasida olimlar ikki xil qarashda bo'lgan. Biri zaruriyat bo'lib qolsa, uning bilan davolanish joiz. Yana biri harom bilan davolanish mutlaq harom. Buningga asosan chumuli yeb davolanish ba'zi olimlarning qarashida joiz. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.